Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanali kuzatuvchilari. Ekranda oldiga telefonlar zaryadkasini to'ldir qilib, yaxshilab o'rnashib o'tirib olamiz. Captiva 4 maslasi. Atiga 6000 kilometr yurgan Captiva 4 2018-yilda ishlab chiqarilgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Captivani o'g'il bolasi kelib qoldi qo'limizga. Captiva 4 ozroq yurgandan deb ko'pchilik so'rayotgandi. Marhamat, so'raganlar talablariga binoan tezda aloqaga chiqamiz. Mana salon holatlarini, salonga sayohat qilamiz deymiz-u. Haqiqiy tishimizni kavagida turgan Captivani chiqardik mana. Marhamat. Детский sidinalari joyida. Xullas mashina sotuvda. Mashina 6 yurgan, bemalol tekshirib, ko'rib, yo'qsa notariusda pul sanaladi. Ko'ringlar. Zapaskalari yer ko'rmagan yangi mashina. Bu mashinamizni 24900 deb baholadik. Yana qolgan gaplarni telefonda, telegramda gaplashamiz mana. Mana shu salondan olib chiqqan shot spravkasi ekan. 229859 so'mga olgan ekan. Ko'ringlar. Mashinamiz sotuvda. 6000 yurgan Captiva 4. Yoqqan bo'lsa pastda nomer qoldiramiz. Qolgan gaplarni telefonda, telegramda, WhatsAppda gaplashamiz. Hurmatli obunachilarimiz va YouTube kanali kuzatuvchilari, bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilik zo'rlari hali oldinda. Mega Avto 7070 xizmatinglarda.